Ikkinchi videomizda 4 ta savol berdik. Bugun eng muhim qism. Har bir ilmiy maqolaning oxirida deyarli shu bo'lim bor. Limitation, ya'ni cheklovlar. Aynan shu yerda muallif nimani isbotlay olmaganini yozadi. Va bu tasodifiy emas. Tadqiqotchi cheklovlarni qanchalik ochiq va puxta yozsa, uning ishi shunchalik ishonchli hisoblanadi. Nufuzli ilmiy jurnallar, masalan, Scopus'da aynan shunday puxta yozilgan tadqiqotlar yuqori indekslanadi. Keling endi biz maqolamizga qaytamiz. Men bu safar barcha savollarni va kerakli generatsiyalar tugmalarini bosib qo'yganman. Menda hammasi tayyor. Sekinlik bilan sizga ko'rsataman. Bugun savol berishning yangicha usuli yoki yangicha tartibotini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday? Men savol berganman, ya'ni savol boshi shunday boshlangan. Bu maqolani tanqidiy baholovchi retsenzent sifatida tahlil qil. Quyidagilarni top va kerakli ma'lumotlar haqida topishni va oxirida e'tibor bersangiz, iqtibos ber degan gap bilan, ya'ni so'z bilan tugatganman. Bu yerda ikkita narsa. Birinchisi, retsenzent, ya'ni biz sun'iy intellektga rol beryapmiz. Sun'iy intellektlar shunday qobiliyatga egaki, siz unga shunday rol olgin desangiz, u shuni qabul qiladi. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bu haqida ham videolar taqdim etamiz. Keyinchalik bulardan siz unumli foydalanishingiz mumkin. Va oxirgi so'z jumlamiz iqtibos ber. Bu, ya'ni qayerdan olingan, qaysi ma'lumotlarga asoslangan holatda degan tushunchaga olib keladi. Ko'rib turganingizdek, sun'iy intellekt biz bergan savollarga retsenzent sifatida har birini kichik bo'limlarga bo'lib, metodalik zaifliklar, namuna yoki tanlov xatosi, natijalarning haddan tashqari umumlashtirilishi va 4-chi sabab, oqibat davosining asoslanishi. Har biriga kerakli ma'lumotlar, ya'ni kerakli javoblarni bergan, siz bularni ko'rishingiz mumkin va iqtiboslarni ko'rishimiz mumkin. Iqtiboslar raqamlar bilan belgilangan. Undan oldingi savollarimizda ham bu narsalar bor edi. Men bu narsani hali tushuntirmagan edim. Mana ko'rib turganingizdek, har bir so'z jumlasi yoki gapning oxirida mana shunday raqamlar bor. Bu raqamlar nimani ko'rsatadi? Bu raqamlar aynan sizning ma'lumotingiz qayerdan olinganligi. Agar shu raqam ustiga bossangiz, mana bizning maqolani ochadi va shu yerdan shu maqolani, ya'ni shu ma'lumotni olganligini ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, sizda o'nlab yoki yuzlab ma'lumotlar, ya'ni kitoblar yoki saytlar bor. Aynan qayerdan olganligini, shu haqida to'liqroq o'qishni xohlasangiz, bor yo'g'i bir dona knopkani, ya'ni bir dona sonni bosasiz va sizga kerakli bo'lgan qismga olib o'tadi. Go'yoki bu gipersilka, ya'ni sizga kerakli bo'lgan ma'lumotni chuqurroq o'rganish uchun to'g'ridan to'g'ri shu joyga o'tib o'rganishni boshlaysiz. Bu juda qulay va tezkor izlanishlar uchun juda yaxshi. Shuning uchun bu narsadan foydalanish kerak. Men shuning uchun ham Notebook LM'ni ko'p ishlataman, chunki izlanishlar davomida bu menga to'g'ri yo'l ko'rsatish, har qanaqa ma'lumot to'g'ri tez o'rganishga yordam beradigan instrumentlardan biri. Sun'iy intellekt hozirgi kunda faqat odamlarga ko'makdosh, balki bilim darajangizni yanada yuqoriroq qilish uchun yetarli instrumentlar bilan jihozlangan. Maslahat beraman, sun'iy intellektlardan to'g'ri o'zingizga mos bo'lganlarini tanlab foydalanishingiz kerak. Shulardan biri mana hozir o'rganayotgan Notebook LM edi. Keling, studio panelga o'tamiz. Men barchasini generatsiya qilib qo'yganman. O'tgan safar qolib ketganlar bular. Prezentatsiya slaydlar, video sharh, отчет turlari, ya'ni bir qancha turlarini hosil qilish mumkin va infografika. Tezgina sizga buning sozlanmalarini ko'rsataman. Juda oson. Oldingi sozlanmalarda ham xuddi shunga o'xshash tartiblar bor edi. Ko'rishingiz mumkin. Til tanlash, uzunligi, agar sizda bir qancha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, shulardan ichidan tanlash, uzun yoki to'liqroq
variantdagi prezentatsiyalar yoki sizga kerakli bo'lgan mavzularni yozishingiz mumkin. Shu sizning informatsion mavzularingizdan kelib chiqqan holatda. Va generatsiya tugmasi bosiladi. Shu bilan generatsiya boshlanadi. Xuddi shunday video sharhimiz ham xuddi shunday. Faqat bu yerda stilni tanlashingiz mumkin. Faqat stilni ko'rib turganimizdek biroz chegarasi qisqaroq. Agar siz rasmiy foydalanadigan bo'lsangiz, klassik va markerning do'skalaridan foydalanishni maslahat beraman. Qolganlari bir qancha g'aroyib. Lekin bu stillardan maktab o'quvchilari o'zlari uchun prezentatsiyalar tayyorlashda yoki o'qituvchilar uchun juda ma'qul variantlar bor. Shuning uchun maslahat berardimki, agar kuzatuvchilar orasida o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, bu elementdan foydalaning. Bu juda qiziqarli chiqadi degan umiddaman. Chunki hozirgi kunda o'quvchilar uchun qiziqarli ma'lumot bu juda muhim deb hisoblayman. Infografika ham xuddi shunday sozlanmalari bor. Ko'rib chiqsangiz mumkin o'zingiz. Yuqori, past detalizatsiyaga ega bo'lgan yana ma'lumotlarni tanlashingiz mumkin. Xuddi shunda davom etishimiz mumkin. Demak, отчет bu yerda bir qancha variantlar beradi. O'zingiz tanlashingiz mumkin yoki qisqacha obzor qilish mumkin, metodichkalar yaratish mumkin yoki bloglar uchun maxsus tekstlar yaratish mumkin. Bu yerda sun'iy intellekt o'zi variant ham beradi. Sizning maqolangizdan kelib chiqqan holatda yoki yuklangan faylingizdan holatda biz klinik qo'llanmaga bosgan edik. Buni men ko'rsatib o'taman. Xo'p, keling, generatsiya qilingan ma'lumotlarni ko'rsataman ketma-ket. Mana aytaylik, shu klinik qo'llanma yaratilgan. Ko'rishingiz mumkin, klinik qo'llanmamiz bu yangi o'rganuvchilar uchun yoki siz tushuntirishingiz uchun qisqacha ma'lumot. Bu yerda deyarli maqolaning 80% ma'lumoti shu yerga jamlangan. Bitta kichik qo'llanma bilan siz kerakli ma'lumotlarni berib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan keyin demak bu infografika. Ko'rishingiz mumkin, detalizatsiya darajasi juda yuqori, chiroyli bo'lgan. Aytaylik, mana bunday elementlar siz yaratishingiz mumkin. Bu ayniqsa blog yurituvchilarga yoki aytaylik siz xonangizni bezatmoqchisiz. Bu nafaqat tibbiyot xodimlari uchun, boshqa kasb egalari uchun ham kerakli ma'lumotni yuklab, kerakli rasmlarni, ya'ni generatsiyalash mumkin. Faqatgina shu biz uchun noqulay bo'lgan tomoni bu tillar darajasi. Hozirgi kunda ingliz tili bilan qilsangiz ham juda chiroyli chiqadi. O'zbek tili yo'qligi bu yerda hozircha minus tomonlardan biri. Keyingisi bu bizda slayd prezentatsiya. Men prezentatsiyani tez o'tkazaman. Agar sizga qiziq bo'lsa, sekinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, agar shu video darsliklar davomida sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar biz generatsiya qilgan yoki biz o'rgangan maqola ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalga sharhlarda yozib qoldirsangiz yoki YouTube kanalida sharhlarda yozib qoldirsangiz, biz Telegram kanalga bularni yuklab qo'yishga harakat qilamiz. Umuman olganda, notebook ilm bilan yana kimlar foydalanishi mumkin? Birlamchi o'zini o'zi tekshirish maqsadida foydalanish, ya'ni sizda maxsus qo'llanmalar bor. Ularni o'qib chiqdingiz, test sifatida foydalanishingiz mumkin yoki siz dissertatsiya yoki maqola tayyorladingiz, siz hali unga juda ishonchsizlik bilan qaraysiz, ya'ni draft versiya. U draft versiyani bo'lishi mumkin bo'lgan xatolarni tekshirish maqsadida yuklab, u bilan ishlashingiz mumkin. Bu juda qulay usullardan biri. Test savollar tayyorlash, kerakli bo'lgan xatolarni to'g'rilash uchun bu juda qulay. Undan tashqari, agar siz oddiy talaba bo'lsangiz yoki o'qituvchi bo'lsangiz, talaba bo'lsangiz maxsus mavzularga tayyorlanish uchun qo'l keladi. Hozir aytib o'tganimdek, o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun maxsus qo'llanmalar har qanaqa yoshdagi va har qanaqa mavzuda bu narsalarni tayyorlash mumkin. Kichik yoshdagi o'quvchilar, aytaylik maktab bolalari uchun ham
ota-onalar bu narsani ko'rsatib o'rgatib qo'ysa, o'zlari uchun kichik slaydlar tayyorlab borib, bu narsalarni taqdim qilish mumkin. Juda chiroyli, effektiv chiqadi. To'g'ri, o'zlari tayyorlagani bu ma'qul, lekin sun'iy intellekt bilan tayyorlangan ma'lumotlar ham bu bolaning qay darajada yuqori saviyali bilimlarga ega ekanligini ko'rsatib beruvchi ko'rsatkichlardan biri. Aytib o'tganimdek, bu bilan foydalanishda hech qanaqa yosh chegarasi deyarli yo'q. Ya'ni kompyuterni bilishsa, internet ma'lumotlaridan foydalanishni bilishsa bo'ldi. Boshqa hech qanaqa instrument kerak emas. Ya'ni boshida aytib o'tganimizdek, hech qanaqa kod yozish yoki boshqa bir qanaqadir murakkab amaliyot amalga oshirilmaydi. Shu bilan bizning sun'iy intellektning kichik bir vositasi bo'lgan LM bilan tanishishimiz nihoyasiga yetdi deb umid qilaman. Endi siz faqat o'qishni, balki to'g'ri savollar berishni va tanqidiy baholashni ham o'zingiz uchun yangicha usullarni o'rganib oldingiz degan umiddaman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlar bilan ulashishni unutmang. Siz bilan birga Smart Medical AI Ustoz Uz loyihasi bo'ldi. Keling, endi sizga men bizning maqolamizdan video sharh tayyorlangan. Shu video sharhni qo'yib, siz bilan xayrlashaman. Siz buni miriqib tomosha qiling. Искусственный интеллект против человеческого опыта в диагностике рака. Кто победит? Давайте разберем результаты захватывающего исследования. Главный вопрос сегодня – кто точнее найдет опухоль, крутой специалист или алгоритм глубокого обучения? Спойлер – результаты удивляют. Все начинается с зонда Айрископ. Он крошечный, около миллиметра, и позволяет заглянуть в самые глубокие участки легких. Разница колоссальная. Слева пугающая злокачественная опухоль, а справа абсолютно здоровая ткань. Выглядит как совершенно разные миры. Для этого испытания отобрали 61 пациента. Задача сложнейшая – найти крошечные узелки размером меньше 20 мм. В левом углу ринга профи со стажем более 10 лет, в правом – новички, работающие меньше 2 лет. А вот и третий участник – нейросеть ResNet-50. Это модель глубокого обучения, специально натренированная искать опухоли на эндоскопических кадрах. Масштаб впечатляет. Алгоритму скормили колоссальный массив данных – более 62 тысяч видеокадров для тщательного анализа. Как учится ResNet-50? 3 шага. Сначала аугментация данных, затем бинарная классификация и финал – оценка так называемым скользящим окном. Этот график отлично показывает метод Арима в деле. Он берет хаотичные покадровые прогнозы ИИ и превращает их в гладкую линию. Серия из 30-60 кадров создает своеобразное плавающее окно. Алгоритм буквально на лету предсказывает злокачественность в реальном времени. Итак, 37 подтвержденных случаев рака. Момент истины. Кто оказался точнее в этом напряженном медицинском соревновании? Опытные врачи выигрывают с точностью больше 85%. Но что удивительно, нейросеть уверенно обошла молодых специалистов. Более того, ветераны медицины выделили 100% чувствительность. Они безошибочно определили абсолютно все 37 случаев рака. Тем не менее, ResNet-50 доказала свою крутость. Алгоритм обошел медиков с небольшим стажем, показав просто колоссальный диагностический потенциал. Главный вывод очевиден. Глубокое обучение пока не заменит гуру медицины, но это невероятно мощный ассистент для начинающих. Почему это так важно? Такая точность буквально спасает людей от ненужных инвазивных операций при доброкачественных поражениях. С ростом объема данных алгоритмы становятся только умнее. Как скоро машина превзойдет самых опытных мировых экспертов.